25 ming dollarga bir xonali uy, 2 xona qilingan. 15 kvadrat podvoliga ham ega. Umumiy o'zi yashash maydoni 30 kvadrat ekan. 25 ming dollar narxi. Biz qayerdamiz? Nazarbek, Turkistondamiz. Qulay sharoitlari ham yomon emas. Siz bilan birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Videoni yaqinlaringizga, arzon uy joyga muhtoj bo'lgan insonlarga tez jo'natib qo'ying. Hattoki men gaplashib qo'ydim, bo'lib to'lashga ham berar ekanlar. Aynan shu xonadon. Kelinglar. Kirasizlar, to'g'rida umumiy sanuzeli joylashgan. Remontlari, kafillari bor. Bu yoq tarafi koridor remontini qilib olsanglar bo'ldi ekan. Bu tarafda bo'lsa, o'sha oshxonasi, o'tiradigan joyi va ichkarida yotoqxonasi bor. Ichkarida yotoqxonasi bor, remontlari yomon emas, ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonani ham, yotoqxonani ham tashqariga qaragan oyna romlari bor, havo energisiyalari yaxshi. Pastda 15 kvadrat podvolinglar ham bo'ladi. Narxi 25 ming dollar bo'lib to'lashga ham beradilar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Videoning opisiyaniyasida egalari nomeri bor. YouTube kanalimga ham obuna bo'ling. Keyingi boshqalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.